Rossiyada огород qilish qanday bo'ladi? Rossiyada огород qilish mana bunday bo'ladi. Azizlar, bu Magnitogorsk 21 may. 11 mayda ekkan malinalarimizni sug'uribdi mana hammasini. Bugun endi minusovaya temperatura bo'ladi degani uchun qolganlarini o'rashga, bekitishga kelganmiz. Mana bolgarskiylarimizni ham, pomidorlarimizni ham sug'uribdi. Bu yerda piyoz, chesnok, klubnika ekkanmiz. Bu satda haftada 2 marta suv beriladi. Hamma o'zini mana shunaqa bakaga, vodobashniyasiga suv to'ldirib oladi-da, shundan sug'aradi. Bizda esa skvajina, ya'ni quduq 55 metrdan suv chiqartirganmiz, mana bunaqa turba yotqizib, kapelniy sistema o'rnatganmiz. Чтобы suv problema bo'lmasligi uchun. Kapelniy sistemalari yoqib qo'yamiz, kapit qilib yotaveradi. Uni kontrol ham qilish shart emas. Kechasi yoqib qo'yasiz, bo'ldi. Bu esa grosha 3 yil deganda gulladi. Bu yil meva yeymiz xudo xolasa. Eshigimiz oldiga bunaqa letni gul ekib qo'yganmiz, chiroyli bo'lsin deb. Eshigimiz oldida bunaqa chiroyli baland archalar o'sadi. Shunaqa chiroyli qishin, yozin. Bu esa ro'paramizda qo'shnimizning qator olchalari. Birinchi yili ko'rganimizda olchalar joyida pishib, to'kilib ado bo'ldi. Bittasi ham terishgani yo'q. Voy, deb protsajjalka qildik. O'zbekistonda bo'lgandami deb bittasi ham uvol bo'lmasdi dedik. Keyingi yil qarasak yana shu ahvol. Egalaridan so'rasak, voy, bizga hech narsa kerak emas, terib olaveringlar, bizga kerak emas unaqa narsa degan uchun har yili so'rab terib oladigan bo'ldik. Keyin bilan bo'lishamiz, maralkaga upakovka qilib solib qo'yamiz, qishi bilan kompot qilib ichiladi. Kunduzi juda ham issiq bo'lishiga qaramay kechga yaqin anchagina salqin tushdi. O'radik, hammasini bekitdik. 11 mayda bizni ko'chatlar ko'chada tashqarida turib sovg'urgan bo'lsa, qo'shnilarniki teplitsani ichida turib sovg'uribdi. Bunga hayron ham bo'lmaymiz, bunaqa ob-havoga o'rganib ketganmiz ham. 2 soatdan keyin qor yog'ib bersa ham hayron bo'lmaymiz. O'zbekistondan qovun, tarvuz, xandaliklarning urug'ini olib kelib, mart-aprelda uyda stakanchik qilib, 1,5 metr, 1 metr qilib, uzun qilib o'stirib olib kelib ekkanman, o'zimcha o'stiraman deb. Yo erta ekib qo'yamiz, sug'urib ketadi, yo endi mushтай bo'lganda kuz boshlanib, yoz tugab sug'urib ketadi yana. Yoz juda ham qisqa, 1 oy, 1,5 oy maksimum. Dal shu yog'iga sovib ketadi kun salqin tushib. Bu vaqtda O'zbekistonda nimalar yetilishini kommentariylarda yozib qoldiring, kutib qolaman. Kechga yaqin esa mana bunday ozginagina baliq qo'rdikda, biroz dam oldik. Olov oldida mana shunaqa o'tirish yoqadi-da, asablaringizni, stresslaringizni shunaqa tinchlantiradi. Mezza. Bu yil bizda shaharda juda ham adovanchik ko'p, juda ham chiroyli shahar. Ishlarimizni qilib bo'ldikda kechga uyga qaytdik. Do'stlar, bu meni birinchi videoyim. Video yoqqan bo'lsa kanalimga obuna bo'ling, keyingi videolarda birinchilardan bo'ling. Meni xursand bo'laman. Katta rahmat.